Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari hamda Nukus Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyi o'quvchi va kursantlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning jismoniy chiniqishi va jangovar tayyorgarligini yanada mustahkamlash maqsadida jangovar tayyorgarlik bo'yicha ko'rgazmali chiqishlar ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Ichki ishlar vazirligi Jar sport sog'lomlashtirish kompleksida tashkil etilgan mazkur ko'rik tanlovida akademik litseylar jamoalari faol ishtirok etdilar. Har bir jamoa 16 nafar ishtirokchidan iborat bo'lib, umumiy hisobda 240 nafar o'quvchi va kursant o'z mahoratini sinovdan o'tkazdi. Tadbir davomida ishtirokchilar saf tayyorgarligi, qo'l jangi usullari, maxsus taktik harakatlar hamda jismoniy tayyorgarlikka oid ko'rgazmali chiqishlarni namoyish etdilar. Tanlov dasturi bir nechta muhim shartlarni o'z ichiga oldi. Jumladan, qurol bilan bajariladigan mashqlar, qurolsiz bajariladigan mashqlar, qurol va qurolsiz jang usullarini bajarish hamda jang jarayonida himoya va hujum usullarini qo'llash bo'yicha ko'nikmalar sinovdan o'tkazildi. Har bir shart hakamlar hay'ati tomonidan 10 ballik tizim asosida xolis va adolatli baholandi. Ko'rgazmali chiqishlar davomida ishtirokchilar o'zlarining jismoniy chidamliligi, chaqqonligi va jamoaviy hamjihatligini namoyon etdilar. Yakuniy natijalarga ko'ra Andijon akademik litseyi o'quvchilari 3-o'rinni, Toshkent 1-son akademik litseyi jamoasi 2-o'rinni va Navoiy akademik litseyi jamoasi faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdi. G'olib jamoalarga diplom, medal, kubok va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Shuningdek, eng faol qiz ishtirokchi, eng faol o'g'il bola ishtirokchi, eng faol jamoa rahbari hamda eng yaxshi jamoa murabbiysi nominatsiyalari bo'yicha ham alohida mukofotlar taqdim etildi. Bunday tadbirlar yoshlarda vatanparvarlik ruhini mustahkamlash hamda jismoniy chiniqish va harbiy tayyorgarlikka bo'lgan qiziqishni oshirishga xizmat qiladi.